faxrlanmoqda desak haqiqatni aytgan bo'laman. Aminman bu tarixiy yutuq xalqimizning ezgu maqsadlar yo'lida yana birlashtiradi. Minglab mana shu yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar mani farzandlarim. Minglab yoshlar uchun bu ilhom manbaiga, ibrat timsoliga aylanadi. Yangi O'zbekistonni xalqaro obro' e'tiborini yanada oshirishga xizmat qiladi. Farzandlarimni doimo qo'llab-quvvatlab kelayotgan mehribon va talabchan ustoz murabbiylaringizni, milliy terma jamoa barcha a'zolarini sizlarga baxt va omad tilab, kecha kunduz duoda bo'lib kelgan ota-onalaringiz, aka-uka, opa-singillaringiz, barcha yaqinlaringizni o'z nomidan, xalqimiz nomidan qizg'in tabriklab, ularga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Timur eshityaptimi? Eshityapmiz. Albatta mana shu sizlarni saralash o'yinlariga naqadar kuchli raqobat ostida keskin shiddatli kurashlarda o'tgani